Yo, chiki baba, barchaga salom bo'lsin. Sizlar bilan birgalikda men sizlar bilgan va sizlar kutgan o'sha super baba faqat yuzimga ozgina maska, takoy grimsini ham tudim-sudim qilganman. Chunki obunachilar videorolikdan keyin men bitta kinoga borib, shunday rol o'ynab berishim kerak. O'sha kinoga rol o'ynash uchun bolalar Deri degan shaharchaga boraman. Tak что o'zingizlar tushundinglar, bizda nima tema bo'layotganini. Tak, xo'p, hozir men birinchi navbatda qishloqdagi ishlarimni qolishim kerak. Da, hamma Minecraft'lar sandig'ining ichini mana bunaqa palaparti chiqib qoladi, tipa video uchun, lekin boraman qaranglar, tepadan boshlaganman bir tekst qilib, faqat bitta jamoadan pastda turgan ekan, uni ham tepaga, nonni ham tepaga qo'yib qo'ysam, bir tekst turibdi hamma narsalar. Da, nima men tushunmayman-da bu odamlarga tushunmayman. O'zlaridan nimani yasab bunaqa palaparti chiqib qoladi sandig'ini. Mayli, bo'pti obunachilar. Hozir birinchi navbatda mana bu yerdagi nima deydi, kartoshkalarni barchasini terishimiz kerak. Mana bu yerdagi sabzlarni terishimiz kerak. Deb xitlagan bo'lardimi, lekin bularda xit bo'lmaydi. Mayli, bo'pti obunachilar. Keyin yana bitta narsaga tushunmayotganim bu balakat. Mana bu kartoshkalarni bor-ku, nega mana bu ketmonni ketqizib mana bunaqa qilib olishadi? Buni qo'lda ham olsa bo'ladi-ku, bu Minecraft bu. To'g'rimi bolalar? Yoki hayotda sizlar ham misol uchun ekkan narsalarni ketmonni chopib olasizlarmi? Qanaqa logika bu balakat? Bo'ldi, biz bugundan boshlab logikalarni barchasini o'zgartiramiz. O'zgartirmasak bo'lmaydi. Xo'p, mana logikalarni o'zgartirdik va ana endi buni ekib chiqamiz. Bu yerda sabzilarda agar adashmasam pamiyatimga anaqa qilsam ishonib tayanadigan bo'lsam va mana bu yerda kartoshka edi, gap bo'lishi mumkin emas. Bu degani bu yerga kartoshka ekaman degani. Tak, okey. Endi mana bu yerga bu yerga ham kartoshka ekanmiz demoqchi edim, lekin hali ekilgan kartoshkalarni olmadimmi bolalar? Shuning uchun shu takoyim bundoq qilib turib, tak, yaxshi. Yaxshi, mana bu yerdagi kartoshkalarni ham terib olamiz. Xarosh va bizda ikkita dabdala kartoshka chiqdi desam, yo'q, bitta chiqibdi. No, lekin kartoshkamizni bu yoqda sakta oshib ketibdi. Respect, aura, obunachilar, aura. Hozir shu o'zida aura farm qilib ketdim bolalar. Sizlar bilmay qoldinglar, sezmay qoldinglar. Xo'p, mayli, xohlasanglar mana bu Minecraft domani telefon bilan ham mana qilib turib, obunachilar chopib tashlasanglar bo'ladi. Chunki telefon bilan chopqibchi va shu farqi yo'q. Ishoninglar, bu Minecraftda любой narsa qilsa bo'ladi. Absolutno sizlarda imkoniyat infinity. Ayniqsa narsani ekib, qaytib kesib o'rib olishga kelsak. Tak. Ana endi ana burni qiyshiq janob mer yoniga boramiz. Dallayman bolgarskiy ro'jan basharasini o'yniga qarab nimagadir jahli chiqib turibdi. Xo'p, janob mer eshik taqillatsam maylimi deb so'ramaymiz, chunki eshik taqillash so'ralmaydi. Kirar deydi janob mer, keyin biz kiramiz. Assalomu alaykum. Voh, barakat. Men hech narsadan qo'rqmayman. Nimadandir qo'rqishingiz kerakmi yo qo'rqing to'g'rimi? Yuzimdagi kremga e'tibor bermaysiz. Har doimgidek ishlarni qilib ketyapman. Yo, parasata, mana bu janob merri ham bor-ku, shkopi bir balola bo'lib ketdi. Bu meni lично asabimni o'ynaydi bunaqa shkop. Janob mer, bunaqa shkop qilmang qaytib, chunki bu shkopingiz vashcha shkopga to'g'ri kelmayapti. Shkopga o'zgartirish kiritmasak bo'lmaydi bolalar. Mana oxirgi mana musulkani ham solib qo'yamiz, keyin cho'tki bo'ladi. Mayli janob mer, charchamang, chao, bao. Bo'pti. Xo'p, bolalar, janob mer yonidan ham chiqib oldik. Tepadan yomg'irmi nimadir yo'q. Falakat Assalomu alaykum. Qo'rqib ketdim bor-ku nimaga. Ye, Shaxsiyat charchamasdan ishla qalay. Odilboy, nima bu bit? Nima ahvol bu? Ye. Bu betga ahamiyat bermang. Hozir meni anaqam bor, rollarim bor. Shuning uchun. Ha, bo'l. Uni atak. Aktyorsiz siz. Da, shu videorolikdan keyin yana bitta videorolikka rolim bor. Ha, tushundim. Men bag'da aka muzdan sirpanib ketib qoldim. Men gaplaringizni qo'ylayotgandim. Yo'q, Nima bu jap qilyapti bu mer? kim bilsin, mana bu basharani qarangda, Kisli Ro'jani. Bu mer emas, bu mer shogirdchasi. Mayli. Вообще savol bo'lyapti. Короче, menga bitta biznes g'oya keldi-da. Faqat to'ting. Agar biznes haqida gap bo'ladigan bo'lsa, unda ketdik. Men bitta garang eshitib turibdi bizni. Yuring nariga. To'g'ri. Bilasiz, bu biznes g'oyalarini ham tetish kerak. Nima xizmat bizadan jigar mana tayyormiz. Ha, qisqasi mana o'zi tushunib turibsiz-ku mana bu narsaga. Issiq quroli bu. Yaxshi. Короче, Wow, lekin menga okay. ko'p yo'q menga. Короче, bizga shunaqa narsalar kerak. Olib Tak. kelishimiz kerak. Bo'ldi. Arzon narxlarda, juda ham arzon narxlarda olamiz. Aha. Baxtga olib, вообще qimmat qilib sotamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, shep. Unda faqat buni sotish uchun bizga bitta magazincha kerak bo'ladi, lekin magazinni nima qilamiz? Ha, shunisi qiyin-da. Men qishda ham mana bu magazinni qurish ham вообще qiyin. No, lekin men qurtda shuraman, menga farqi yo'q. Men bilasizmi? Vashshi. Bo'ldi, bo'lmasa men do'kon uchun resurslarni men o'zim olib kelaman. Siz
Bilasiz, Gapi pistoletlar shunaqa. arzon Faqat emas. sotilganda foydani teng 50-50 chun. Bo'ldi, gap yo'q, gap Hozir yo'q. ichkarida bitta ishim bordi. Shundan o'qib chiqishingiz, shungacha Hop, resurslaringizni mayli, ishlab mayli. turing. Davay Okey, gaplashamiz. okey. Chao, chao. Mayli. Bo'pti, bolalar ko'rib turganinglar-da, уже mana bitta choy sirpantirib yuboramiz. Oh, voy, muzdekkina choy ozgina turib qolgan ekan. Shunaqasi zo'r ketadi-da. Sizlar aytgancha shu fursatdan foydalangan holda shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar jigarlar, chunki juda ham qiziq va bir-biridan sara videolar albatta meni kanalimda chiqadi bolalar. To'g'risi bu video qaysi kanalga qo'yilishini bilmadim, lekin tushundinglar-ku. Podpis, like, o'zinglar bilasizlar, chiroyli kommentariy. Aytgancha o'zimni asosiy kanalimda Odilboy Horror degan kanalimda bolalar. Men dahshat bitta serial boshlaganman. Hozir uni montajdaman. Montajini borib obunachilar tugata olmayapman. Mana shu katta qadamlar tashib montaj qilyapman, lekin oxiriga bora olmayapman. Lekin tugashi bilan prosta bomba video bo'ladi obunachilar. Hali biz sizlar bilan birgalikda YouTubedan portlatib yuboramiz. Shaxsiyat qayerda endi? Shaxsiyat janoblari borlar, biz shaxsiyat bilan kelishuv qilgandik-ku. Yo'q, prosta men bitta nikini ko'rib qoldim-ku. Mana kelyapti degan sakrab. Mana. Taxtal olib kelganman-da. O, tekin bo'lsin debsiz-da. Yaxshi, kalla. Ortiqcha xarajat bilasiz uni. Вообще, geni. Alright, man, come on. Aytib. Mana shundan quraveramiz, chiroyli qilib menga narsalarni bersangiz bo'ldi. Okey, No, mana. qarang, maksimal bizda maksimal foyda, yana minus zarar qilmasligimiz uchun jigar, короче, to'g'ri korobka qurib qo'yaman-da, tepadan yomg'ir qor o'tmasa bo'ldi. Bilasiz, pistolet bunaqa sovuq temalarga, issiq temalarga unaqa narsa bo'laveradi, tushunasizmi? Mana men bitta bundoq qilib qo'yaman. Tak, maksimal. Telegram kanalni ochib, polni obunachilarni chaqirish kerak. Lekin bor jigar variant, to'g'ri o'ylayapsiz. Marketingmi, bir nimami, короче. Shunday marketing qilib, ko'ring, Instagramlarga chiqib olib, bolalar uyim yoniga hazillashdim. Mayli. Mana shunday davom etamiz jigarlar. Tak. U yog'ini mana men bitga ulab yuboraman. Yana birov nima kerak emasmi? Men qarang-da, yedirib yubordimi devorlar, qarang. Ortiqcha xarajat yo'q-da. Bilasiz. Qo'shniga nima deymiz, qo'shniga? Qo'shnigami? Qo'shniga aytamizki, uzr, agar nimadir nito ketadigan bo'lsa, siz ham uyingiz yonib ketib qoladi deymiz. Tez orada bizaniki yonadi, qo'shilib sizniki yonadi, ikkita moshinali bo'lamiz. Chun tema shunaqa bo'pti-da, tushunasizmi? Har tomonlama foyda. Bo'lmasa. Bu yerda foydani qilib yo'qoramiz-da, tushunasizmi? Plan shunaqa. Keyin video qilamiz. Da. Yaxshi foyda, yaxshi. Agar ertaga militsiya bo'lib qoladigan bo'lsa, bilasiz, sun'iy intellekt bor, to'nka yoramiz, всё, boshqa bizda muammo yo'q jigar. Shu, biza qilmaganmiz. Biza qilmaganmiz, bu sun'iy intellekt tomonidan uyushtirilgan. Xo'p. Tak. Ketmay qolgan bo'lsa, men yoningizdagi daraxtni chopsam bo'ladimi yo? Easy man, bemalol. Chopsangiz chop bo'ring, jigar. Gap bo'lmasa, yo'q qo'ramiz, siz ham uyda bitta bola kelib turib, uy sovg'a qilib yeb qo'yadi keyin u bola ham. Siz kartamizga 100 million tashlasin. Yaxshi, okey bo'l. Endi mana shu bitirib olamiz, qani go. Raislarim, men borib mana eshikning ichiga yerni Amerikasidan ko'tarib kelyapman borku, bu eshiklar olma lekin yerda o'zi ikkita ekanda. Bu bittasini oldim, keyin bunisidan bittasini oldim, yana yerda 2 dona qoldi. Kirmay turinglar, sabr qilinglar. Stop. Qarindoshlarim, jigarlarim, stop. Men buni birinchi eshikni qo'yib olay, men eshikni nima deyapti? Eshikni nima deyapti? Bu kiring jigar bo'ldi, kirib biring. Jigar, kiring ichkariga ish bor. Tak, salla kirmalaring, lekin bor o'zi zo'rg'a ochdik bu do'konni. Hali qiladigan ishlari bor. Borlaring uylaringga, sallani. Короче, bor jigar, men bu lekin bashi cho'kki turdi eshik. Tekinga tushdi, bittasi bilan shashka o'ynab yutib oldim. Ish emasmi bu? Qardayu? Yo'q, bu eshik o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi deyman-da. Endi ortiqcha xarajat qilmadim. Eshik ortiqcha xarajatda jigar. Короче, bo'ldi. qarang. O'xtali. Vo, men bitta Grioni pistoleti bormi? Ham bolalar bo'ldi. Buni o'zimga olib qo'ydim, jigar. Ha? Otmang. Yo'q. Otish niyatim yo'q, men unaqa emasman. Короче, bolalar mana bugungi obzorimizda ko'rib turganinglardek mana bunaqa pistoletlar bor, lekin men lekin hammasidan qimmat mana bu tushdi-da boki. Bu nima ekan o'zi? Короче, men pullarni tiqib bo'l. Sanagich o'zbekchasiga aytganda counter. Xo'p, qarang. Bu yoqqa kelingda, Baqqavoy. Mana bu narsa bor, lekin aniq pistoletmi?
Anu massaj qiladigan, dirr qiladigan narsa emas. Sinab ko'rish kerak lekin. Qari sinchi, o't menga emas lekin. Bo'l, bo'l. Tashqariga chiqib. Bolalar, короче, magazinimizdan Mana, sizlarga kichkina obzor. yuklama. To'xtab turinglar. Magazinimizdan sizlarga kichkina obzor. Mana bu qo'limdagi qurol bu Gryu'ning quroli. Shaxsan lekin buni как раз sizlarga ham yarashadi. Gryuga o'xshab burninglar uchburchayi uzun ekan. Okey. Kal. Mana qaranglar. Bundoq qilsanglar, Voy. bolalar ko'ryapsizlarmi? Bu voy, bu Voy. bu anaqa ekan, jigar bu real qurol Voy. ekan. Qurol ekan. Baxtimga suv topilib qoldi. Jigar, uzr, tep bosilib ketdi. Mana buni otingni, вообще mana bu. Tepkich bosilib ketdi-da. Qani? Oh! Yorug'lik Uf. vashshe gap bo'lishi mumkin emas. Balandlik 5 metr. Короче, bolalar, уже temani tushundinglar. Agarda sizlarga mana shunaqa temalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, unda Telegram videoga like, kommentariy и 13-qishloqqa to'g'ri kelaverasizlar. Eshik ochiq bo'ladi, chunki bizning qishloqda eshik yo'q. Mayli, barchaga qadar video qolmasa, videoga bitta like bosish va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu yoq kontrmi deyman, baqqa boy.